Assalomu alaykum. Meni ismim Asonbek. Bugun men sizlarga 1-biletdan 5-biletgacha bepulga dars o'tib beraman. Demak, unda boshlaymiz. 1-bilet va 1-testi. Qaraymiz. Bu yerda bu belgilarning ta'sir oralig'ida qaysi avtomobil uchun to'xtashga ruxsat beriladi deyapti. Demak, bizga savolda oxirida ana eng keraklisi ruxsat beriladiganini so'raydi. Taqiqlanadi demak. Ruxsat beriladiganingiz kerak. Qaraymiz. Bu yerda to'xtash va to'xtab turish taqiqlovchi belgi bor. Lekin bu belgining nomi to'xtash taqiqlovchi deb nomlanadi. Qaraymiz. Uni tagida nogironlarga mustasno belgisi bor. Qayerdan bilamiz? Nogironlik belgisining ustiga qizil chiziq tortilgan bo'lsa, bu nogironlarga mustasno degan ma'noga ega. Demak, nogironlarga qarashli emas. Bu yerda nogironlik taqiqli belgisi bo'lgan transport vositasi to'xtashi mumkin. Qaraymiz. Qizil avtomobil oddiy transport vositasi, demak qizilga to'xtash umuman mumkin emas. Lekin sariq avtomobilda esa nogironlik taqiqli belgisi bor ekan. Sariq avtomobilda nogironlik taqiqli belgisi bor bo'lganligi uchun sariq avtomobilga ruxsat beriladi. Savolda eslaymiz, savolda ruxsat beriladigan so'ragan. Taqiqlanadi deganda qizil bo'lib qolardi, ruxsat beriladi deganligi uchun sariq avtomobil degan javob to'g'ri bo'lib qoldi. F4 javob bosamiz. Keyin yo'naltirishlarning qaysilari bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi deyapti. Demak, qaraymiz. Bu yerda buyuruvchi belgi bor. Buyuruvchi belgi faqat to'g'riga buyuryapti. Va bu chorrahada emas. Buyuruvchi belgi yondosh hududlarda. Yondosh hudud nima o'zi? Yondosh hudud turar joy narxlari, o'zimiz tilda domlar yoki hovli uylar, gazopravka, mo'yka shunga o'xshashlar hammasi yondosh hudud hisoblanadi. Yondosh hududlarda aytilgan buyuruvchi belgi to'g'riga buyursa, o'ng tomonda yondosh hududga burilish mumkin hisoblanadi. Lekin chap tomonda yondosh hududga mumkin emas. Faqat buni chorraha bilan adashib qo'ymaysizlar. Chorrahada ajratuvchi mintaqagacha ta'sir qiladi. Lekin yondosh hududlarda faqat o'ng tomondagi yondosh hududga burilish mumkin hisoblanadi. Chapdagisi mumkin emas. Demak, A o'ng tomonda yondosh hudud, demak A ga mumkin. G o'zimizning buyuruvchi belgi, to'g'riga yo'nalish. Demak, A, G yo'nalishlarga ruxsat beriladi. Savolda ham o'zi ruxsat beriladi so'ragan. Taqiqlanadi deganda V bilan B bo'lib qolar edi, lekin bizda ruxsat etiladi deganligi uchun A bilan G degan javob to'g'ri qoldi. Demak, bu yerda ham F4 da yozilgan ekan. Keyin tibbiyot xususiyasi va o't o'chirgich bo'lmagan qanday transportlar foydalanish taqiqlanadi deyapti. Demak, o't o'chirgich yo'q holatda harakatlanish mumkin bo'lgan transport faqatgina barcha mototsikllar ruxsat beriladi. Mototsikllar boshqa barchasiga taqiqlanadi o't o'chirishsiz harakatlanish. Demak, qaraymiz. F1 da M1 toifa yengil avtomobillar, M2, F2 da esa M2 deyapti. M2, M3, M1. M2 lar mikroavtobus, M3 lar oddiy avtobuslar aynan 5 tonnadan baland bo'lgan. M1 lar 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobillar hisoblanadi. Yoki F3 deyapti. N2, M3 deyapti. N2 5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobil, N3 5 tonnadan baland bo'lgan yuk avtomobil. Qaraymiz, bu yerda yengil avtomobil, avtobus, yuk avtomobillar. Bu yerda hech qanday mototsikl kiritilmaydi. Mototsikl qanaqa xavfda keladi desizlar? Mototsikl xavfda kelmaydi. Mototsikllar faqat mototsikl deb yozilgan hisoblanadi testlarda. Demak, qaraymiz, bu yerda sanab o'tilgan barchasiga tibbiyot xususiyasi harakatlanish taqiqlanadi degan F4 javob bosamiz. Keyin chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi deyapti. Qaraymiz, bu yerda svetofor yo'q, GAI xodimi yo'q, yo'l belgilari yo'q. Shuni hisobiga teng ahamiyat chorraha hisoblanadi. Teng ahamiyat chorrahada qanday foyda ishlaydi desizlar? O'ng qo'l qoidasi. O'ng qo'l qoidasi qanaqa? Qaysini o'ng tomonda transport bo'lsa, o'sha yo'l beradi. Qaysini o'ng tomoni bo'sh bo'lsa, o'sha birinchi yo'l beradi. Demak, qanday topamiz? Ko'rib chiqamiz. Qaraymiz, sariq avtomobilda o'ng tomonda ko'k bilan qizil bor, to'g'rimi? Demak, sariqda o'ng tomonda ko'k bilan qizil borligi uchun sariq ko'k bilan qizilga yo'l beradi. Ko'k bilan qizilda o'ng tomoni yashil bor. Demak, ko'k bilan qizil yashilga yo'l beradi. Yashilda o'ng tomoni bo'sh. Yashilda o'ng tomoni transport yo'q. Shuni hisobiga yashil avtomobil haydovchisi birinchi harakatlanadi. Yashil ketgandan keyin ko'k bilan qizil o'ng tomoni bo'shaydi. Ko'k bilan qizil ikkinchi harakatlanadi. Ko'k bilan qizil ketgandan keyin sariqda o'ng tomoni bo'shaydi, sariq uchinchi harakatlanadi. Lekin bizdan savolda esa savolda birinchini so'radi. Birinchi yashil avtomobil degan edi. Demak, yashil avtomobilni bosamiz. F4 javobni yoziladi. Keyin harakatlanish taqiqlanadi deyapti. Demak, GAI xodimining 3 ta ishorasi bor va testlarda 2 dona ishorasi kelgan. Qanaqa?
ikkita ishorasi ikkita qo'li yon tomonda kelgani va jezili oldiga cho'zilgan holatda. Yana boshqa tekstga keladi. Ikkinchi ishorasini to'liq ko'rib o'tib ketamiz. Lekin hozir bizga bitta ishorasi, aynan ikkita qo'li yon tomondalisi. Ikkita qo'li yon tomondalisida qanaqa bo'ladi? Ikkita qo'li tomondan kelganga to'g'riga va o'ngga harakatlanish mumkin. Faqat qo'li tomondan kelganga. Lekin gaya xodimining oldi va orqa tomoniga harakat barcha yo'nalishga taqiqlanadi. Keyin qo'li tomondan kelganga chapga burilish taqiqlanadi. Qanaqasi? Birinchi ko'rib chiqamiz. Oq bilan yashil avtomobil gaya xodimining oldi va orqa tomoni. Demak, oq bilan yashilga barcha yo'nalish harakat taqiqlanadi. Keyin sariq, ko'k, qizil qol. Sariq avtomobil gaya xodimining chap yelka tomonidan kelyapti. Demak, sariq avtomobilga to'g'riga va o'ngga yurish mumkin. Demak, sariqqa ruxsat berildi, to'g'ri yuryapti. Power ichidan bilib olamiz. Demak, sariq ruxsat berildi. Qaraymiz. Gaya xodimining o'ng yelka tomonida qizil bilan ko'k turibdi. Qizil avtomobil to'g'ri yuryapti ekan. Qayerdan bilasiz? Power ichiga yopilmagan. Demak, to'g'ri yuryapti. Ruxsat beriladi. Nimaga? Gaya xodimining o'ng yelka va chap yelka tomonidan kelganga to'g'riga va o'ngga harakatlanish mumkin edi. Demak, qizilga to'g'riga va o'ngga mumkin edi, u to'g'ri yuryapti. Demak, ruxsat berildi. Hozircha sariq bilan qizilga ruxsat berildi. Ko'k avtomobilchi ko'kka harakatlanish to'g'riga mumkin edi. Chunki u ham o'ng yelka tomonidan keladi. Lekin chapga burilish taqiqlanadi qo'li tomonidan kelsa. Demak, ko'k avtomobil chapga power ichiga oqib qo'ygan va chapga burilayotganligi uchun ko'kka harakat taqiqlandi. Demak, taqiqlanganlarni so'rayapti savolda. Biz aytdik. Ko'k avtomobil chapga burilganligi uchun harakat barcha yo'nalishda ko'kka aynan chapga burilishga harakat taqiqlandi va oq bilan yashil gaya xodimining oldi va orqa tomonida bo'lganligi uchun oq bilan yashilga barcha yo'nalishda harakat taqiqlandi. Demak, bizga aynan oq, ko'k, yashil variantlari kerak hisoblanadi. Demak, bu yerda qaraymiz. F2 da ko'k, yashil, oq avtomobillar deb. Demak, bizga eng kerakli javoblar yozilgan ekan, taqiqlangan. Demak, F2 javob. Savollarda doim e'tibor bo'ling. Ruxsat berilgan deyapti, taqiqlangan deyapti. Xususiy e'tibor berishimiz kerak. Keyin esa qaysi transport haydovchisi chorrahadan birinchi o'tadi dedi. Qaraymiz. Bu yerda svetoforning qizil ishorasini qo'shimcha tarmog'ida chiqqan ikkinchi o'q harakatlanadi. Svetoforning asosiy yashil ishorasi chiqqan transportlari birinchi o'q harakatlanadi. Demak, tramvayga qaraymiz. Svetofor ishorasi qizil va qo'shimcha tarmog'i yashil chapga harakatlanish ruxsat beradi. Qo'shimcha tarmoqda chiqayotganligi uchun tramvay birinchi o'q harakatlana olmaydi. Lekin yengil avtomobil va avtobus svetoforning yashil ishorasi turibdi. Demak, yengil avtomobil va avtobus birinchi harakatlanadi. Svetofor asosiy yashil ishorasida, keyin svetoforning qizil ishorasining qo'shimcha tarmog'ida chiqayotgan tramvay ikkinchi harakatlanadi. Bizda birinchi bo'lib o'tadi deb savol bergan. Demak, birinchi yengil avtomobil va avtobus, chunki svetofor asosiy yashil ishorasida. F1 javob. Keyin shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Demak, qaraymiz. Bizga aslida aytilgan, qayerga bo'ladigan, chapga buriladigan joylarda 30 metr uzoqlikda to'xtashimiz kerak. Lekin qarasak, bu yer chapga bo'ladigan, qayerga bo'ladigan joy emas. Qayerdan bilyapsiz? O'rtada ikkita uzluksiz chiziq chizilgan. Agar o'rtada uzuq chiziq bo'lganida, bu yer chapga buriladigan, qayerga bo'ladigan joy bo'lib qolardi. To'xtash mumkin emas bo'lib qoladi. Lekin bu yerda ikkita uzuksizmi? Demak, chapga buriladigan, qayerga bo'ladigan joy emas. Shuni hisobiga bu yerda to'xtashimiz mumkin. Demak, hozir ruxsat etildi. F1 javob to'g'ri. Keyin haydovchi harakatlanish boshlashidan oldin qanday amallarni bajarishi kerak? Demak, bizga eng oson kalit so'zlar bor bu harakat boshlashdan. Harakatni boshlashdan oldin, harakatni orqaga harakatlanishdan oldin, aynan qayta tizilishdan oldin. Qayta tizilish ham nima? O'ngdasi bilan chapga, chapdasi bilan o'ngdasiga o'tish. Demak, ana o'shalar oldiga harakatni boshlash, orqaga harakatlanish boshlash yoki boshqa dasturga o'tish holatlarida xavfsiz so'zi bor variant to'g'ri hisoblanadi testlar hammasi. Demak, xavfsiz so'zi kalit so'z hisoblanadi. Demak, qarasak, bu yerda F2 da harakatlanish boshlash xavfsiz bo'lishiga va harakatning boshqa ishtirokchi xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilishga. Demak, xavfsiz so'zi F2 da yozilgan ekan. Demak, xavfsiz so'zi borlik variant to'g'ri hisoblanadi. F2 javob olamiz. Keyin umurtqasining ko'krak qismi shikastlangan kishi transportda qanday tashiladi debdi. Demak, umurtqasining ko'krak qismi aynan qattiq taxtada orqasi bilan yozgan holatda degan javobni qidirishimiz kerak hisoblanadi. F1 da qattiq taxtada orqasi bilan yozgan holatda deyapti. Demak, F1 javob to'g'ri hisoblanadi. Keyin bunday tanish prinsiplar belgilangan transport so'zlasa deyapti.
Demak, bu 26 metr deb yozib qo'yilgan avtopoyezd belgisi ekan. Demak, avtopoyezd belgisi aynan 20 metrdan ortiq transport vositasi degan javob to'g'ri bo'ladi. Demak, kalisos qilib 20 metr so'zi borlisi deb eslab qolsangiz ham bo'ladi. Demak, F2 da uzunligi yuk bilan yoki yuksiz 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositasi. Demak, F2 javobni bosamiz. Keyin avtoda yoqilgan sarg'ishlarga intiluvchiroq harakatlash uchun imtiyoz beradimi? Demak, ko'k, qizil va tovush ishoralari bizga imtiyoz beradi, lekin sarg'ish hech qachon imtiyoz bera olmaydi. Imtiyoz nima? Kimgadir nisbatan oldin harakatlanish hisoblanadi. Shuni hisobiga imtiyoz beradimi desa, yo'q degan javob to'g'ri qoldi F2dagi. Keyin quyidagi belgilar qaysi harakatlanishga ruxsat beradi dedi. Demak, qaraymiz. o'ng tomonimizda kirishni taqiqlovchi belgi bor. Kirish taqiqlovchi belgining tagida aynan yo'naltirgichi bor. Qaysi tomonga kirish mumkin emasmi? Qo'shimcha axborot belgisi bor. Demak, aynan qo'shimcha axborot belgisi yo'naltirish faqat chapgani ko'rsatib. Demak, faqat chapga kirish mumkin emas. Taqiqlovchi belgi faqat chapga kirish taqiqlayaptimi? Bo'ldi. Chapdan boshqa yo'nalishda harakatlanish mumkin hisoblanadi. Qaraymiz, chapdan boshqa to'g'riga, o'ngga, qayrilib olishga degan yo'nalishlar qoladi. Agar bizga savolda taqiqlanadi deganda faqat chapga edi, lekin taqiqlanadi demaydi. Ruxsat beriladi savol. Ruxsat beriladi deganligi uchun to'g'riga, o'ngga, qayrilib olish ruxsat beriladi. Chapdan boshqa barcha yo'nalish. Demak, F4 javob to'g'ri. Keyin mazkur chiziq nima haqida ogohlantiradi debdi. Demak, bu stol chizig'i hisoblanadi. Bu aynan qizil fondan keladigan stol belgisi bilan bir xil ma'noga ega. Demak, aynan to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llanganda haydovchining to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligini. Demak, xuddi o'sha stol, qizil stol belgisi bor, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlovchi. Xuddi o'sha belgining to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganimizni bildiradi. Demak, shuni hisobiga F2 javobni bosamiz. Keyin avtomagistralda quyidagilar taqiqlanadi dedi. Demak, avtomagistral taqiqlangan holatlar ko'p. Shuni hisobiga sanoatdan barchasini o'qib chiqishimiz kerak. F1da qayrilib olish va ajratuvchi bo'ladigan texnologik uzilishlarga kirish. Demak, avtomagistral o'zi pulli yo'l. Pulli yo'lda hech qanday qayrilib olishlar mumkin emas. F2da orqa harakatlanish dedi. Pulli yo'lda aynan orqa harakatlanish taqiqlanadi. Yoki F3da to'xtab turish joyi yoki dam olish joyi belgilar bo'lgan maxsus maydonchalar tashkil joyida to'xtash. Demak, bizga aytilgan avtomagistralda faqat maxsus maydonchalarda to'xtashingiz mumkin. Demak, maxsus maydonchalar tashqarida ham to'xtash mumkin emas. Demak, sanab o'tilgan barchasi taqiqlangan holat. F4 javob bosamiz. Keyin qaysi transport vositasi haydovchi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? Endi qaraymiz. Boyagida GAI xodimining ikkita qo'li yon tomonda edi. Endi jezili oldiga cho'zilgan holatda, o'ng qo'li oldiga cho'zilgan bu hol. Bizga o'zi GAI xodimining ikkita ishorasi bor. Ikkita ishorasini bir-biridan farqini yaxshi bilib olsak bo'ldi. Tezda qiynalmaymiz. 2 dona ishorasi bor va 2 dona ishorasi 48 ta tezda javobi bo'lib qolgan. Shuni hisobiga qarang, GAI xodimining jezili oldiga cho'zilgan holatda jezil tomonidan kelganiga o'ngga harakatlanish mumkin. Demak, mototsikl jezil tomonda turib. Shuni hisobiga aynan o'ngga harakatlanish mumkin hisoblanadi mototsiklga. Chunki jezil tomondan kelganga faqat o'ngga, to'g'riga chapga mumkin emas. Demak, mototsikl faqat o'ngga deymiz. Keyin GAI xodimining chap yelka tomonidan kelgan transport vositasiga barcha yo'nalishga mumkin. Tasmalarga bog'liq. Oq avtomobilga qarasak, o'ng tasmadan kelibdi. Demak, oq avtomobilga to'g'riga va o'ngga harakatlanish mumkin. Agar oq avtomobil chap tasmadan kelganda to'g'riga va chapga mumkin bo'ladi. Nimaga unaqa deysizlar? Aynan oq avtomobil o'ng tasmadan turib chapga qarab burila olmaydi. Shuni hisobiga oq avtomobil o'ng tasmada bo'lganligi uchun faqat to'g'riga va o'ngga degan javob to'g'ri bo'ladi. Yoki avtobus GAI xodimining orqa yelka tomonda esa harakatlanish mumkin emas. Demak, avtobus harakat taqiqlanadi barcha yo'nalishga. Keyin yuk avtomobili o'ng yelka tomonda GAI xodimi o'ng yelka tomonda yuk avtomobiliga harakatlanish barcha yo'nalishga taqiqlanadi. Demak, yuk avtomobili va avtobusga barcha yo'nalishga harakat taqiqlandi. Mototsiklga aynan faqat o'ngga harakatlanish mumkin. Yengil avtomobilga esa to'g'riga va o'ngga mumkin. Savolga qaytamiz. Savolda
to'g'riga harakatlashga ega deb aytilgan edi. Bizda demak harakatlanish mumkin esa mototsiklli va yengil avtomobil, lekin to'g'riga deganligi uchun faqat yengil avtomobil. Faqat yengil avtomobil to'g'ri yurish mumkin. Mototsiklning to'g'ri yurish mumkin emas. Unda faqat o'ngga mumkin. Shuning hisobiga to'g'ri harakatlanishga ega deganda yengil avtomobil. F3 javob to'g'ri bo'lib qoldi. Keyin esa qaysi transport vositasi haydovchi yo'l berish kerak? Demak qaraymiz. Svetoforning asosiy yashil ishorasi chiqqani birinchi harakatlanadi. Svetoforning qizil ishorasi chiqqani ikkinchi harakatlanadi. Demak, aynan svetofor qizil ishorasiga qo'shimcha tarmoqda chiqqanligi yo'l berishi kerak hisoblanadi. Demak, tramvay haydovchisi svetoforning qizil ishorasiga qo'shimcha tarmoqda ekan. Demak, tramvay haydovchi yo'l beradi. Yengil avtomobil esa birinchi o'ta. Lekin bizda yo'l berish kerak. Yo'l berish kerak deganligi uchun tramvay haydovchisi F2 javob. Keyin transport vositasi orqa harakatlantirish paytida haydovchi qanday talablarni bajarishi kerak? Demak, biz boya aytdik. Harakatlanishni boshlash, orqa harakatni boshlash yoki qayta tizilish, o'ng tasmadan chapga, chap tasmadan o'ngga o'tishda xavfsiz bo'lish kerak degan so'z kalit so'z edi. Demak, bu yerda ham xavfsiz degan javobni qidirishimiz kerak. Demak, F1 da harakat boshqa ishtirokchi xalaqit bermasin, harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lsa boshqa shaxslar yordamidan foydalanish. Demak, xavfsiz so'zi F1 da yozilgan ekan. Demak, F1 javob to'g'ri bo'lib qoldi. Keyin yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomonga chiqish qachon taqiqlanadi deb. Demak, qaraymiz. F1 da ikki tomonlama harakatli 4 ta yoki undan ko'p bo'ladi yo'llar. Demak, aynan ikki tomonlamali holatda 4 ta tasma bo'lsa, o'sha qarama-qarshi yo'nalish chiqish mumkin emas. Nimaga? Ikki tomonlamali 4 ta tasma deganda, ikkita tasma bizning yo'nalish, ikkita tasma qarama-qarshi yo'nalish hisoblanadi. Shuni hisobiga qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, quvib o'tish taqiqlanadi. Demak, F1 taqiqlanadi holat. F2dachi. Ikki tomonlama harakatli qarama-qarshi yo'nalishda transportlar oqimi ikkita uzluksiz chiziqni ajratilgan 4 ta bo'lakli yo'llarda. Demak, bu ham aynan 4 ta bo'lakli deyapmiz. 4 ta bo'laklikda xuddi o'sha biz boya aytganimizdek, ikkita bo'lak biz yo'nalishga, ikkita bo'lak qarama-qarshi yo'nalish. Bu holatda ham qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, quvib o'tish taqiqlanadi. Shuni hisobiga F1 da 4 ta yoki undan ko'p bo'lak degan yoki F2 da 4 ta bo'lak degan ikkalasi ham bir xil ma'noga ega. Ikkalasi ham 4 ta bo'lak haqida aytgan. Shuni hisobiga har ikkisida ham taqiqlandi. F3 javob to'g'ri deb qoladi. Keyin qaysi holatda egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi ta'minlangan? Demak, egri yo'lda turg'unligi ta'minlangan deganda mustahkam degan ma'no. Mustahkam qanaqa? O'zimiz tilda aytganda skoroska solingan holat. Transport vositasi skoroska solingan holatda bu yerda uzatma ulangan holatda deb yozilgan bo'ladi. Demak, F1 da uzatma ulangan holatda deb yozilgan ekan. Demak, F1 javobni bossak bo'ladi. Keyin qaysi shartlarda transportlardan foydalanish taqiqlanadi dedi. Demak, taqiqlangan holatlar ko'p. Nimadir jihoz buzilgan bo'lsa, harakatlanish taqiqlanadi. Shuni hisobiga bitta ko'rib chiqamiz. F1 da gidravlik tormoz tizimi suyuqlik oqayotgan bo'lsa, demak bu taqiqlangan holat. Yoki F2 da ichki tormoz tizimi samarador talablarga javob bermaydi deyapti. Ichki tormoz. Demak, bu ham taqiqlanadi. F3 dachi kompressor va pnevmatik tormoz tizimi o'rnatilgan bosimni ta'minlay olmagan holatda. Demak, bu ham taqiqlanadigan holat hisoblanadi. Demak, sanab o'tilgan barchasi saqlanadigan holatda bossak bo'ladi. Hamma jihozi buzilib qolgan bo'lib qoldi. F4. Bugun sizlar bilan birinchi biletni ko'rib chiqdik. Shu kabi tekin darsliklar sizlar uchun qiziq bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Agar sizlarga 5 kundan 14 kungacha bo'lgan mobaynni prava olish qiziq bo'lsa, pastdagi link orqali ismingiz va nomeringizni qoldiring. O'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz. Sizlar bilan birga prava 5 motor